Bormi? Harbiyja, oho, eski do'stlar. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, Bekzod Komiljonov bilan Umidjon Umarov vaqtida Shovvozlar jamoasi tarkibida birgalikda o'ynagan. Umid aka hali ham o'ynab yuribdi. Menga bitta stul olib chiqinglar. Ya, seriyoz, olib chiqinglar. Chunki men yarim hakamlardan ham kattaman ekanda. Marhamat, artilleriya. Qani ber, begi, ber. Joylasha oldingmi o'rtoq? Rahmat, tizimizsan, ishlang yaxshimi? Qaraqasan. Bravoga chiqdim, zo'r bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Ha, ko'pchilik shuni deyapti o'zi. Savol, Umid, o'rtoq. Ishlaring yaxshimi? Mana bola menga o'rgatyapti, qarang.